vaziyatda ustiga ega bo'lsa, agar kuchsiz bo'lsang, kuchlilar atrofida qo'rquvdan titroq va nochor turishdan tashqari hech narsa qila olmaysan. Zaif bo'lsang mensimaydigan, hech kimga mehribonlik kerak emas. Aynan shuning uchun ham kuchliroq bo'lish shu yerga keldim. Do'stlar, ana qarshilikcha boyagi moshinachi qayerdan beri turibdi. Bitta bola turibdi, qochayotgan birinchisi mashinani qochayotganini farqlab fonarni o'chirib oldi. Mashinadan o'zi turibdi, hozir qaytib boramasligi. Hozir ana fonarni qo'lida. Olmasa ekan, lekin uni boraman. Qanaqadir bola turibdi, hozir suvgacha qochib ketibdi. Nima qilishni bilmayapti bola. Shuning uchun yordam kerak bolaga. Bitta bola ana mashinadan tushdi bola, odamlar. Bola iltimoslarni bo'ng'illatib yuboraylik. Iltimos, agar sizlardan agar 20 to'rt bo'lsa, ertaga sen turib albatta ko'raman. Agar 20 to'rt bo'lsa, qizishdan hozir iltimos. Agar mana shu yerda 20 to'rt bo'lsa, mayli, 30 ming 20 dona bo'lsa, adresini aytinglar. Yo'lini aytinglar, bajaraman. Yemashga qattiq turishinglarni borib olib kelaman. Shuncha mashina turibdi, cho'ti nimaga turibdan tushmayapti. Ketin bola, ana zavaz qilib ketibdi. Bola o'zi ko'rdim. Ana ketibdi. Mana bola. Mana to'rt yaqinlashtirib beramiz. Mana bola. Mashina turibdi va qanaqadir o'xshar bilan nima turibdi. Mana bola turibdi, eshitganlar. Bola iltimos, like bosib qo'yinglar. Поддержка qilaylik. 20 tonnagina like bo'lsa ertalab keting. Adreslarni beringlar, men boraman. Iltimos qilib beringlar.